Seni chiqarmagan Milliy gvardiyadagi odamlarga rahmat ayt. To'y qilib ber. Amin, Allohu akbar, astagfirulloh, tarki dunyo qilayding. O'sha udar ajuna kelib tiysa, Qashqadaryoga uchib ketaydi mana. Kallang uchib ketaydi Qashqadaryoga. Yiban bilan. Ya sator yurmagan otingga qo'tog'im, yiban dalbayyoq bilan. Sikma. Agar bu boshlanishi, men indamay qo'ydim. 1 indamadim, 2 indamadim, 3 indamadim, 4 indamadim, 5 indamadim, gapirmadim. Jimbi Sardor o'zingni bos. Jimbi Sardor o'zingni bos. Mayli bir joyda balamiz, jim bugun jim endi jalab bu muttahamlar jalab oshirib yubordida. Akalar yurakdan o'tkazib yubordida. Nursulton aka Ro'ziboyev, Mahmud Murodov, va hokazo Ramazon Temirov butun 200 nechta davlatda ichida bayrog'imizni ko'taryapti. Boshiga do'ppisini kiyib, shu bachalar jim yuribdi-ku. Shu akalar jim yuribdi-ku. Tavba qildim, shu akalar jim yuribdi-ku. Nimaga ular unday qilmaydi? Chiqib olib, men 200 ta odam bilan kelgan bo'lsa ham, o'ng quloq bilan chap quloq bilan ham eshit. O'ng quloq bilan ham chap quloq bilan ham eshit. 200 ta odamni turgan bo'lsa ham, men haqqimni so'rab olgani boraman. Men haqqimni so'rab olgani boraman. Dalbayob, agar kelinus tilimga destava qilaman, erka bo'lan shunday qo'tog'ini chiqarib turib, bitta qo'tog'i bilan ursa, mana basharang mo'min ko'tigasiga arqay o'tib qolib, Harry Potterdagi Azkaban mahbusdagi odamni kallasiga aylanib qolmasang, qo'tog'imni shunday kesib o'raman. Ko'tingga sig'ayotgan qo'taqqa qiziq dalbayob. Ko'chang mana bunday, mana bunday ko'chang. Ko'tingga poyezd kirib ketyapti, tasavvur qil, ammangni sikay. Ko'tingga jalab samolyot kirib ketyapti, aeroport. Ko'tara olmaysan sen udarlarni. Seni urishingni 2 marta ko'rdim, yiban. Sen dalbayobga qo'yib berilayotgan odamlar. Bittasi mo'mangizga kecha og'zidan sut ketgan Turkmanistonlik bala. Kecha maktabni tugatgan ekan, bugun shuni olib chiqib qo'yib, qo'liga attestatni berib, chiq Saturn bilan urush deyapti. Yosh bala. O'sha bilan ham 3 raund onangni sikib, bir onang olmay tiqib yoradigan odam bo'lmadi o'sha paytda. Bunday qilib urushni bilmay, bunday qilib qo'ldi qara oningizga. Qo'ldi qara. Ya dalbayob ragatga kalla, yiban. Senga kim qo'yibdi oktagonga kirib urushgani? Ikkinchi marta jangingni ko'rdim. Bitta dalbayob. Kallasi bunday jung. U bechora ana xolayni ko'tigasiga uydagilari ovqatni ko'payib qo'yganligi uchun haydab yuborgan ekan, qonni och. Urushga mayli, dendichi u. O'sha bilan chiqib uralganing yo'q. Oktagon ligadagi qo'lida tatuirovkasi bor, qo'lingga qo'tag'im kim edi? Dalbayob. Pobeda. O'sha senga sotib olib berdi. Erka bo'lan mayli erka bo'lan. Kecha chiqqan meni bratishkam Samandar tank bilan urushib, agar Samandar tankni urib olsang, mana eli xalq yo'q, betimga kelib tupurasan. Po'q yegan ekanman deyman. Po'q yeb qo'ygan ekanman senga gapirib deyman. Ammangni omiga mana shunday po'q qilib. Senga kim qo'yib taktagan kirib olib solishgan? Dalbayob. Men qashshoqlikdan chiqqanman. Men noldan ko'tarilganman. Men boshqa yiban. Hech kim onasini omidan bilan jalab bir qop tilla bilan tushmagan. Onasini omidan pul qitib jalab bir qop tilla bilan bunday tushib qolmagan hech kim. Mana biz eshakdek bo'lib jalab bilan eshakning mehnatini qilib katta bo'lganmiz. Chiqib olib xalqqa. Men Sardorman. Men noldan chiqqan bo'laman. Men nol edim. Mana xalq podishkasi men gapingga qo'tog'im 15 yildan beri shu gap. Boshqa gap yo'q. Sikaman bo'ldi, temani qaytib gapirmayman. Og'zingga sikab, ana yetimchasi. Ana yiba qarayalaqchasi. Voy kun!
Assalomu alaykum, yaqinlar. O'zi bunaqalarga atvet qaytarmayman. Majbur bo'ldim. Chiroyligina so'kinmasa atvet qaytaraman, chunki ayollar ham bizani kuzatadi. Internetga chiqib olib pul uchun o'ynagan qipir yalavoch. Qiz farzand ko'rsam, ko'chaga chiqarib otib yuboraman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman. Vaholanki ayol kishidan bu inson dunyoga kelgan. Ayollarimiz bor, biza baxtli. Borlaringizga shukr ayollar. Pul uchun kerak bo'lsa ishtonigacha qo'yib yuborgan. Tanasini har kuyga solgan insonni o'rnimiz haqida gapirishi yoki aqllilik qilishi g'alati emasmi? Sen Dubaydasan, O'zbekistonga kela olmaysan, chunki kaka qilib qo'ygan joyingda qo'rqasan sen. Men sendan 8 yosh kichik yigitman. Meni kelajagim hali oldinda. Men xatolarimni to'g'rilayman va to'g'rilayapman. Trenirovka qilyapman, mehnat qilyapman. Va men qay darajada turganimni o'zi hamma biladi. Xudoga shukr, men oddiy xalq paddishka qilyapman. Borlaringizga shukr. Lekin eminni sen mendan 8 yosh katta bo'lib turib, qilayotgan ishlaring o'zing uchun g'alati tuyulmaydimi? Haligacha bu ishingni davom ettiryapsan. O'zingcha chiqib olib pasportni ko'rsatyapsan. Men Dubayda pasportni oldim, bunaqa qildim, bunaqa qildim. Dubayga borganda ham men bilan gilazma-gilaz kela olmaysan, chunki mazangni qochirib qo'yaman. Agar sen nishonda bo'lganingda, hozir Qashqadaryoda nishonda yashaysan, men hozir borib sen naslga olib ketadigan qilardim. To'g'ri, bu narsa uchun tegishli joyda javob berardim, lekin o'rnimiz hamma narsadan ustun turadi. Hali ham baxting uzoq yurtda bo'lganing. To'xtov bilan ko'rishmaydi, odam bilan ko'rishadi. Hali sen bilan gaplashamiz. Eminni nima uchun? Sen yozasan, unaqa qilasan, bunaqa qilasan deganing uchun. Meni yarim qarindoshim Surxondaryo Dinov, Qashqadaryo Koson. Kosondan ham Dinovda ham bunaqalar chiqmaydi ham. Bizda faqat mard mujiklar. Sen hammani ko'p joyini qo'zg'atib qo'yding. Sani oltin savuzli, nishonli yigitlar o'zi aytib bergan tarixingni qarshili yigitlar. Sani kimligingni sirazi nulikka qilib terpilla bo'lib telefonga yopishing haqida ko'p narsani biladi. O'zingni ehtiyot qilgin. Oldimdan ro'paramdan chiqib o'tirmagin. Telefonda vaysavergan, men senga atvet qaytaraman, chunki menda vaqt yo'q. Senga o'xshagan xotin chalishlarga. Hali ko'rishganimizda tagimda yotib, basharangdagi chiziqlar sonidan meni qanchalar alamzada bo'lganimni bilib olasan. Uzr, ming bora jahllanib kimdir nimadir qilgan bo'lsam, chunki bu o'ziga yarasha atvet oldi. Assalomu alaykum, kelayotgan bayramlar bilan.